Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada sıra hazırız. Washington sözdeymiz. Bugünkü İslah 2024 yıl 1. ayının 4. günü vatandaş haftaga Perşembe. Bugünkü vaziyetimizde neyse, tüngün silahı degen toq, mesela hazır Ukrayna armiyası Moskova hücum qildi deb bugünkü haberlarda 70 tane adamsız aeroplan bilan Ukrayna armiyası Moskova hücum qildi. Moskova şehri etrafı ve şehir içindeki her bir əslale, her bir punktla bekar qilindi yoki bombardıman qilindi deyseniz. Andi yani şu haberde kayniga qarşı hazır Rusya armiyası 3 gündün biri. O da 3 gündün biri bütün Ukrayna topraklarına hücum qılıvatıdı degan haberimiz keldi vatandaş. Bu Avrupa vuruşu, Ukrayna vuruşu taraftan kelyapkan işler. Endilikde Cüngünün özünün vaziyeti keldigan bolsak, hürmetli vatandaşım, biz sizlarga arlıqda şundaq dedik. Mesela Cüngü Kompartiyasının sekreteri Xi Jinping yeni yıl bağışlamasa da bir işini qılmay qoydu. Mesela Toluq partiya, şereflik partiya deydigan bu geplerini eğizge almadı dedik. Bugün endi onun qarta Chimpokonun xabarda nima deydi dese, Chimpokon deydi ki, naçı çüçüş karakterlik bayqaş deydi. O partiyani eğizge almadı, partiya rehberlikini eğizge almadı, Kompartiyani parçalamdı deydi. Bunun özü bir gap. Kompartiyani parçalamdı deydi o vatandaş. Chimpokon 1. ayının 4. günü yutab. Endi bir yerde nime deyimiz deyseniz bu iş, endi Chimpokonun ağzı qoyuluvatıdı. Endi bütün cemiyetten taqazza şu deyseniz bunu kim qılıdı? Mesela eğizge almaylık olan bir Xi Jinping qılalamdı, bir partiyani, bir hakimiyet başındaki adam parçalap boldu, qılalamdı, bunu qılalamdı deb sual qoyuşqun bolmaydı. Eyni vaqt Rusya'da Gorbachev şundaq qıldı qoyu. Mesela şundaq deyli. Hazır endi hükümetinin kurulması teşkili aparatının özüge qarap baqaylı vatandaş. Hazır bu partiya Cüngü Kompartiyasının işki kısmı yoki Cüngnan Xay'dan başlasanız, Likachanın ölümü bilen Cüngnan Xay'da ziddiyet. Parti deydi, meyli aşkara, meyli yoşurum bolsun vatandaş. Çinganın ölümü arkalı Cüngü Kompartiyası Taşqi İşler Ministerliği'den mesele çıktı deysiz vatandaş. Mesela Li Shangpu'nun gayip oluşu, Devlet Müdafiə Ministeri Li Shangpu'nun gayip oluşu arkalı Cüngü'nün armisi işçide çıtaq çıktı deysiz vatandaş. Andan bunun içinde 11. ayının 8. günü ötken yılı Zhao Yisha, bu ikinci kol Harbiy Komitetinin reisi bob tuğan adam Moskova'da peyda oldu. Lekin kelipli bu kıtım Devlet Müdafiə Ministerliği Deniz Armiyasının Dongjun degen adımını tayinledi. Müdafiə Ministeri de Zhao Yisha'ga hukuk verilmedi. Demek bunun özü bir mesele değil. Hazır mesele çıktı, armiyadan mesele çıktı, Likachan bilen partiyadan mesele çıktı, Çingan bilen diplomatiya sahasının mesele çıktı. Ben de her bir kural yaraklar. Mesela can kılgıcı kısımlar desiniz, raketa kısımlardan mesele çıktı vatandaş. Demek bu hakimiyet hazır dezgetti. Çenekada dezgetkendek dezgetti hazır bu hakimiyet. Kandak vakti bunda hakimiyet dezgetti de vatandaşım. Mesela ziddiyetler deyimiz, ziddiyetler davamlıq bolup durdu. Lekin ziddiyetlerinin davamlıq bolup duruşu bir cemiyette bunun terakki kılışı buludu. Özlüğüde yok olup durdu. Özlüğüde yeni ziddiyetler peyda bulup durdu. Bu hiç kiminin ihtiyarı kişemez. Bu cemiyetteki ziddiyetler de tabiatle birleşimi keledi vatandaşım. Bugün Japonya teoriga yerdi bağı bir imaret ne? Deniz taşkırdan kuruluqdan söylep denizin içine kirip yaptı bir imaretine.
Mana shundaq vaqtda ziddiyatlar jamiyatning ziddiyatini o'rlab turdi vatandosh. Masalan, Jungo Kompartiyasi shu aytganda jamiyatning ziddiyatlari uning murakkablik darajasi, masalan, ijtimoiylik darajasi. Ijtimoiylik degan so'zning ma'nosi murakkablik degan gap. Muayyan chekka yetganda Kompartiyaning buni bartaraf qilish iqtidori bo'lmasa, arliq dedi-ku, iqtidori yo'q dedi-ku. Iqtidori bo'lmasa, u vaqt jamiyatni so'rab mang'idi bu ziddiyat vatandosh. Bugün Jungo şu aldı mı almadı mı? Jungo'nun hazırlık ziddiyeti, içki ziddiyetini koyup durun, iktisadi ziddiyetini koyup durun, yani birisini koyup durun. Jungo'nun hazırlık içki ziddiyetlerinin merkezleş ifadesi Garp dünyası. Chet el Garp dünyasından boğan münasebeti nime, qaysi algı geldi deyip qarsanız, eğer gap mana müşahede. Mesela en halkılık hazır etivatkan po. Tayvan'ı azat kılıman, kural işiltemen dep etivatkan po. Bunun içi Jungo azatlık armiyasının hemisi general, marşaldırdan tatıp hemisi makul demdi ya. Bu armiyada faqatla müstakil köz qaraş yok mu? Bundaq mesele aldıda qosaqda g'um saqlaydigan general, marshal yok mu? Bu çataq. Mesela Xi Jinping Tayvan'a hücum kılıman dese generallar neymiş ki? Tayvan bizden zimminimiz deyimiz, bizden zimminimizge neymiş hücum kılımız deydiğen adam çıkıdı dey sizde. Manazir Li Shangpo aldınız duruptu. General dercilik, marshal dercilik, Cavyuş'a aldınız duruptu onun meselesi vatandaş. Tünügüllerde ettik 9 kişilik her bir general tügüdü. Keyin ettik 7 general tügüdü. Muşlarının hemimiz her bir adamın meselesi ne be? Hıyanet. Reis Xi Jinping'in aldığı hıyanet. Olanın siyasi maksattır şu. Başka olmaz. Şunu Jungo Kompartiyası hazır meselede Garp dünyasının besimiği qandaqda qabul turaş. Bu kolunuzu çilekdeki suyu salsanız çileknin suyu taşıdı vatandaş. Amerika başçılığı Garp dünyası Jungo'ga besim işletken iken onun hükümet kurulması ve başka aparatları aşına taşıdığın iş yolu vatandaş. Bugün enmine demek şu boğunum nime. Tüvendi silah deydiğim iki kız gepimni men üzem işenmeyme. Lekin bugünkü torbetke tar kılıp yürgen fikir süptin silah yetkizip bakay. Mesela Avustralya'da kesip yürgen sergerdan yaki siz bizge okşıgan yaki başka bir jingşin okşıgan siyasi panalıqtılgen bir adam var. Yuan Hongbing deydiğen. Bu adamın yazmaları, o adamın fikirlerden ben taza kanaat asıl kılmayman. Sen yalğançılık aralışkı dediğen adam bugün nime dep durursunuz aşağıdan menen işki cihetli devlet kurulması ve tüzümü işçide tonuyduğun adamların bak şulanın gepige karısam deydi. Hazır Liu Yuan degen bu kişi Amerika'da. Liu Yuan degen bu kişi aynı vaktki sabık devlet reisi Li Shaoqi'nin vapatı öldü o, Mao Zedong öldürüvetti o. Li Shaoqi'nin oğlu. Anda Qatay yazıp çıkıptı Çinye, Taşkı İşler Ministeri Çinye, hem General Şanghay şehir başlığı boğan adam, onun oğul bol çakılları, yana başkala Qatar yazılıp, Reis Xi Jinping'e xat yazıp, taxtın çöş depti. Mümkün mü vatandaş? Taxtın çöş, hukukun tapşıyor deptimiş. Mümkün mü? Jungo'da şundak adam bağma, Jungo Kompartiyası'nın içinde şundak adam bağma. Hazır andan bu makalı, bu makalını Tayvan vakit gazeti ilan kıptı. Yuan Hongbing Tayvan'a evetipti, ilan kıptı. Bu makalı deyişçe hazır partiyanın namını özgerteş mesela. Jungo Kompartiyası diye isimli Jungo Sosyal Demokratlar Partisi deyimiz. Bu medeniyet inqilabının ahırkı baskıçıda tiyami ve qaz partiga vaqtlar oturuğa çıkan gepler. Mesela Beijing degenden Tanso izleniş degen jurnallarda oturuğa çıkan gepler. Bu Jungo'da eqivatkan mengip yürgen gepler. Lekin bu partinin programmasını hiç kimde ilan kılgını yok. Mesela Jungo Kompartiyasını özgertip onu sosyal demokratlar yoki demokratik sosyalizm tüzümünü berpa qilish degendek. Demokratik sosyalizm tüzümünü berpa qilish degan so'zda Jungo'da eqib yurgan gap deydi. Bugün yana o'tirg'i chiqibdi bu Yuan Hongbing degan odamga markazdan Jungo'ning markazidan bir odam bu gapni yetkizgan emish vatandoshim. Ala sharing deymiz, ben bundan gaplarga ishonmayman. Chunki Xitoy degan millatning, Hanzu degan millatning bu siyosat jihodi, siyosat siyosiy xarakteriga ishonmayman vatandosh.
Onun karakteri herkes işenmeymen bu milletden. Tandaş bu kompartiya degen ayet murakkab tarix içinde Rusya Stalin'nin kollu şul oturuğu çıkan. Şundaq partiya bir ayet inçki bir gep var. Bugün ayet qağını Allah halısı bir gün sözleyimiz. Ayet inçki bir gep var. Vatandaş düşündünüz mü? Bunun keynideki gep Ulug Okyan urushini başlayan Yaponiya. Pearl Harbor portuğu Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy portuğu hücum qilgan Yaponiya. Onun qo'ygan şuari şu vaqtida Sharqiy Janubiy Osiyo gullanish chembiriga. Bütün Sharqiy Janubiy Osiyoni Yaponiya hukmronligi ostiga elish. Undaqda bütün Ulug Okyan rayoni Yaponiya hukmronligi ostiga kirdi. Bunu Stalin halamda Stalinni qo'yib turaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'qul demdi ya. Bu 1940-yillar 20-yilning 40-yil Ulug Okyan urush davridagi ish. Buning uchun Yaponiyani yo'qotish kerak, shunaqmi? Yaponiyani yo'qotish uchun taraf-tarafdan ittifoqdoshlar bo'lish kerak masalan. Rossiyani bu urush qilib kirish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlar cheng turish kerak. Anda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan ittifoqlab birlik safni qurishi kerak. Yaponiyani mag'lub qilish kerak. Buning uchun urush maydoni qayerda vatandosh? Urush maydoni qayerda? Urush maydoni bo'ldi, o'ylab ko'ring. Urush maydoni qayerda? Quruqliqda. Dengizdagi urush maydoni u boshqa gap. Quruqliqda urush qayerda bo'ldi? Jungo deng vatandosh. Shunga jungo urush maydoni bo'ldi. Urush shu yerda bo'ldi. Masalan, Rossiya Stalin Manjuriyada urushgandak. Mesela Yaponiya Shanxayga tajovuz qilib kirgandek. Shunaqa vaqt qanday voqea chiqdi vatandosh, diqqat qiling. Yaponiya armiyasi bilan tarixdagi Kuomintang armiyasi Shangangda suhbat qurdi. Kuomintangning Jangjeshi hukumati Yaponiyaga taslim bo'lmoqchi bo'ldi. Buningda ikki g'araz va qaysi? Biri Amerikaning yordamini ko'proq qabul qilish, ikkinchisi Rossiyaning yordamini qabul qilish. Masalan, Rossiya Uyg'uristonni qo'shib berish. Bu shu tarixiy jarayonning ichidagi ish. Agar sen Uyg'uristonni men qo'shib bermasang, men Yaponiyaga taslim bo'laman. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari menga har jihatdan ko'plab yordam bermasang, men Yaponiyaga taslim bo'laman. Ish o'yin mana bu shundaq yerda Uyg'uriston davlat alaq qoldi. Oxirgi hisobdan den Rossiya tashrif etdi Kuomintangni, Amerika Qo'shma Shtatlari tashrif etdi Kuomintangni. Vatandoshim, o'tirib chiqqan kim bo'ldi? Jungo Kompartiyasi bor. Men Jungo Kompartiyasining buyuk inchki tarixi mana bu yerda vatandoshim. Endi bu tarixdagi voqealar kishilar xilma baho berish mumkin. Men o'zimning doira Uyg'urlik masalasiga munosabatlik bo'lganligi uchun men o'zim shunday deyman. Vatandoshim, mana shu bugungi Jungo Kompartiyasi mana shu. Mene demakchi bo'lganib, demak Amerika ya Ulug Okyan urushida Rossiya Ulug Okyan urushida yaratgan vaziyat Jungo Kompartiyasining o'tirg'i chiqishi keltirib chiqadi deydi. Buning hatto harbiy jihatdan Stalin sharqiy shimolda harbiy baza qurib berdi. O'tgan dedik, taslim bo'lgan Yaponiya armiyasini Jangjeshi bilan urush qilib, sharqiy shimolda harbiy baza qurib bergan Stalin edi dedik bu. Vatandoshim, masalan, Xoliday bilan Jangrung yozgan kitobda masalan mavzu to'g'risida hikoyalar degan kitob nima deyildi? Shu vaqtda shu harbiy baza Stalin qurib bergan harbiy bazani Jangjeshi yo'qotman deb Amerika Qo'shma Shtatlarining generali Marshalldan 2 dona harbiy parxod yordam berganman. Guangzhou janubiy qismidagi Jungoning janubiy qismidagi askariy qismlarini yo'tkab sharq shimolga elib beribman. Harbiy baza Xitoyga Kompartiya qurib bergan harbiy baza yo'qotman desa, Marshall buning ma'qul demadi. Inchkilik, noziklik qiladi ekan vatandosh, ma'qul demadi. Shuningdek Kuomintang mag'lub bo'ldi. Tayvanga bir betib oldi. Bugun o'ylab bakma, Tayvanda Kuomintang yo'q deydi. Qachon yo'qoldi? Mesela 1996 yil Tayvan demokratik saylan boshlanganda Kuomintang tugudi, asosiyati yo'q bo'ldi. Hech kim bu partiyada hisoblamadi. Lekin yana qayta qurash turishga to'g'ri keldi sabab
Hazır Cungu bu partiyaga tayinib turib, Tayvan mening ziminim, Tayvanni men ozod qilaman deyapti. Agar Gomindan bo'lmasa, Cunguni bu shahar nimaga aylandi? Tajovuzga aylandi. Şuna Gomindağını Tayvan'da saqlab qalishga to'g'ri kelyapti vatandaşlar. Bugun Jungo nima chiqang'ishdi saylamdan, 1-ayning 13-dagi saylamdan. Zaman o'zgardi. Jahonning vaziyati o'zgarib ketdi. Bu 20-asrning 40-yillardagi vaziyat emas va undan keyingi vaziyat emas vatandaşlar. Masalan, eng oddiysi sobiq prezident Trumpning davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 2020 yılı 11-ayning 12 kuni nima dedi? Tayvan Jungo'nun zimini emas. Anda 2-ayning 21 kuni Alyas suhbatida navbatdagi davlat ishlar kotibi Antony Blinken nima dedi? Uyg'uriston, Tayvan, Hong Kong Jungo'nun zimini emas. Bu gaplar o'ng'ay yerdan chiqadigan gaplar emas, vatandoshim. O'ng'ay yerdan chiqadigan gaplar emas. Mushu gap, mush so'zlarni aytsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari 20-yillarning 40-yillardagi tashqi siyosatini cho'rib o'tib, hozir Jungo masalasi va Ulug' okean masalasida yangi siyosat belgiladi degan gap. Hem sözlep geldi okursular. Amerika'da tashqi siyosatda o'zgarish, Prezident Joe Biden'ning tashqi siyosatining o'zgarishini bir sizlarga sözlep geldi. Mening hozir demoqchi bo'lganim, so'zlamoqchi bo'lganim, men qo'shilmayman dedim. Men qo'shilmayman deganimga ishonmayman dedim. Nima dedim? Liu va Li Shaochuning o'g'li partiya tashkillaydi ekan, uning yana ikkinchi qizil avlodlar qo'shiladi ekan, ular birlashib rais Xi Jinpingni taxtdan tush deydi ekan. Bu partiyaning ismi Jungo Kompartiyasi emas, bu qatimqisi Sotsial Demokratlar partiyasi bo'ldi ekan. Ya'ni bular hozirgi Jungo jamiyatni o'zgartib demokratik sotsializm qurdi ekan. Mushu gaplar burun bo'lingan edi, men ishonmayman dedim, lekin bugungi to'rbatda qaynagan masala mush ekan, vatandoshlarga men yetkazdim, vatandoshlar buni muhokama qilib ko'rish kerak deb vatandoshlar. Shunaqmi? Muhokama qilib ko'rish kerak. Masalan, shuni aytganda hozir bugungi vaziyat, dunyoning vaziyati nima? Hozir Chimpokongnikini o'qib bo'ldik. Yana birisi ekranda hozir Jungoning vaziyatiga qarab turing. Kundalik xabarlarimizda bamisak bo'lmaydi. Nima? Kundalik ahvoli nima Jungoning? Shunga diqqat qiling. Hozir ekranda 70 shaharda uyning bahosi tushib ketdi. 70 shaharda uyning bahosi tushib ketdi, qish fasli yetib keldi. Uyni bekorga basimi bir odam men olaman demaydi. Jungo vaqalari to'rbeti 1-ayning 4-kuni YouTube. Bekorga basimi olaman demaydi degan bilan u o'yning dardi bor vatandosh. Qanday dardi bor? O 1 million 4 millionni hajlab bankida elib setib olgan pul. Voy, pulga setib olgan uy. Endi uyni men sana berib etdim degan gap, men bankida qazagan pulni sen to'laysan degan gap. Undaq deyish gap olinmaydi da uni. O'zi shu ta'til kunda tursa, u odamda qanday qoldi, qanday bozor bo'ldi deyishmadi. Buni o'yn olinmaydi. Yana bir qarab turing ha. Ekranda zor bir turkum chet elliklar Shanxaydan ayrıldı. 50% chet el şirketleri Jungo'dan çıkıp gitti. Demek hele markette bu. Çıkıp gitti de biz sözler verip toxtak 50% endi ayrılıptı. 50% yani Jungo demek Jungo'ne qo'shig'ini bekib turadigan gap ekan da vatandosh. Yani 50% chet el şirketleri Jungo'dan çıkıp gitti. Shanghai Hongqiao aeroportu hozir chet ellik bilan liq to'ldi. Bilasan, chet ellik chiqadigan vatanga qaytadiganlar faqat aeroport butunlay chet ellik. Hongqiao aeroportu deydi. O'tgan Hongqiao aeroportida ishchilarni qisqartdi, xizmatchilarni qisqartdi degan edik, shu aeroport. Liq to'ldi deydi. Ondan tunigillardan bizga Xenan degan qilib bo'ldi. Xenandagi shuar kompartiyani og'dirimiz deb şuar to'g'ri di namoyishchilar degan edi, shunaqmi? Endi uni bugungi natijasi nima deydi? Xenan o'lkasida 30 ming qurolli saqchi qismni ish qilib, namoyishchilarni bostirdi. Rasmiy qon to'kish shaklida emas, endi zo'ravonlik bilan bostirish, qo'l qilish, nazarband qilish, tutish, urush degandek bostirdi. Shinjongda pichoq boshqaruv ishxonasi qurildi. Ala shahrining
Canının nazarı 1 ayının 4 günü. Çinçanga devirde paltığa, pichakka, ulup sağan, zincir sağan edi vatandaş. Belki tarqa qo'yish kerak. Endilik hozir Şinjan o'lkalik yoki Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni. Ya'ni mustamlika Uyg'uristonda hozir oshxonada, uyda, uyada, bu yerda tamoq pishiradigan pichoqlarni boshqarish ishxonasi qurildi deydi. Vatandaşım. Hozir nurg'un kishilar Isroiliyani aybleydi. Hamasni unda qilding deb. Bütün Arab İslam dünyası aybleydi İsroiliyani. Şuna seliştirip görün ha. Hozir Cumhuriyet Kompartiyasi Uyg'urga tutayotgan muomalama pichoqqa qilib salaman zanjirlayma ishxonasi qurdim dedi. O'tir Sharqda İsroiliya elishang chiqa. Hamas qurolliqlari bilan İsroiliya elishyapti. Demak, Hamasning qurol elishi va nimalarga? Demokratik turmush sifatidagi odamiy turmush sifatida İsroiliya yo'l qo'ydi. Yo'l qo'yish hargiz İsroiliyaga o'qot deganlik emas bu. Bu senin huquqing deb yo'l qo'ydi, lekin hargiz İsroiliyani o'qitib, raketa bilan bombalar deganlik emas. Bu selishtirib ko'ring. Xitoy pichoqqa palto g'ulib selyapti, zanjir selyapti. İsroiliya O'rta Sharqda Hamas bilan urushyapti. Mana shunday bir tar. Hozir İsroiliya O'rta Sharqda 1 milliard arab bilan elishyapti desangiz bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash Uyg'uriston Uyg'urlari 1,5 milliard Xitoy bilan elishyapti. O'rta Sharqning bu tarafida yoki Sharq tarafida. Vaziyat mana shunday vatandaş. Hozir men bu gapni nimadan boshlagandim? Cumhuriyet Kompartiyasi hozir Liu Yuan degan Li Shaochining o'g'li bilan mana bu mavzu shunday ekan. Liu Yuan Deng Xiaopingning o'g'li qizil ikkinchi avlod boshchilik qilib Xi Jinpingni taxtdan tushishga zo'rladi. Mavzuli xabar 1 ayning 4 kuni Van Betor betida e'lon qilindi. Deng Xiaopingning o'g'li mayib inson va madaniyat inqilobi vaqtida Deng Xiaopingning o'g'lini 3-qavatdan derazadan tashlab etib, qizil qo'g'dug'ichilar Hong Weibinglar degan bu odamlar Deng Xiaopingning 2 oyog'i sinib ketgan majruh odam. Hozir shu odam Deng Xiaopingning o'g'li, bu odam Li Shaochining o'g'li degan emishki, Xi Jinping taxtdan tush. Biz Cumhuriyet Kompartiyasi degan ismni Cumhuriyet Sosyal Demokratlar Partiyasi deb o'zgartimiz debdi vatandaş.